O'rta Osiyodan birinchi bo'lib bizga o'zbek blogerlarga Vision V Mercedes-Benz ichiga o'tirishga ruxsat berishdi. Kelinglar, birgalikda ko'raylik komfort darajasini. Oho! Mana ekranga qaranglar sizlar. Qanaqa komfort, qanaqa go'zallik. Wow, materiallar o'ziga xos. Bu yerga lyustradan tortib o'rindiqlargacha shunaqangi qulay, shunaqangi yumshoq. Bu charm hammasi. Shunaqangi ajoyib konseptkar. Birinchi qatorga bitta e'tibor beramiz. Juda ham ajoyib dizayn, 3 talab displey, Mercedes-Benzga xos deflektorlar. Mana bu narsalarga bitta e'tibor beringlar. Endi avtomobilning tashqi ko'rinishi bilan bittadan yaqindan tanishamiz. Kelinglar. Mana qaranglar, tashqi ko'rinishi. Wow, podsvetkalarga nima deysizlar? Radiator panjarasi alohida chiroqlar bilan yoritilgan, o'ziga xos faralar, disklarga bitta e'tibor beringlar. Monoblok disklar, ajoyib dizayn. Yon tomondan o'sha V-klassga xos ochilmaydigan bir tarafdan eshiklar va eng qizig'i, eng go'zali bu albatta mana bu orqadagi yoritish elementi. Fanardishga уже tiling bormaydi. Allaqachon monoqoshdan mana bunaqa dizaynga Mercedes-Benz kompaniyasi yaqinlashdi. O'ylaymanki, sizlarga ham ma'qul bo'ldi.